Mana shu ko'rib turgan mashinamiz sotiladi desam ishonmaysizmi? Promzonada yangilik. Namangan shahrida zil mashinasining avtozapchastlarini izlayotganlarga mana shu videoni yuborib qo'ying, chunki Promzonada yangi turdagi zapchast bozorimiz ochildi. Bu yerda ko'rayotgan barcha turdagi mahsulotlaringiz mana shunday turdagi zil zapchastlari hisoblanadi. Bizda motor, remen, kuzov kabi bir qancha turdagi zapchastlarimiz mavjud. Rossiyadan olib kelinadi. Ko'rib turibsiz, mana bunday turdagi savdo rastalarimiz ham mavjud. Zil zapchastdan tashqari bizda Gazel, UAZ, Ural kabi yuk mashinalar ham zapchastlarni bu yerdan topishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'taman, bu yerda 24/7 qo'riqlash xizmati bepul taqdim etiladi. Bu ham uncha-muncha joylarda taqdim etilmaydi. Bemalol mahsulotlaringiz ishonchli holatda saqlanadi. Undan tashqari mana bunday keng joylashuvga egaligi ham ajralib turadi, chunki bu yerga har qanday turdagi katta yuk mashinalari ham kirsa ham probka hosil qilmaydi. Inshaalloh bemalol kelishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunday sohada faoliyat yuritadigan tadbirkorlarimiz bo'lsa, Promzonada mana bu qulay holatda joylashgan shinam savdo do'konlarimizni ham ijaraga beramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 90 kodi bilan 599 99 33 97 kodi bilan 212 3000 telefon raqamga qo'ng'iroq qilishingiz yoki-da tashrif buyurib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Zil zapchast bozorimizning manzilini eslatib o'taman. Namangan shahar shimoliy aylanma yo'li. Bu qism o'ng tarafimiz Go'zal Dahasdan kelish, bu tarafdan esa Oromgoh Dahasdan kelish. Mo'ljal chuqur gaz zapravka eski 26-sonlik mehribonlik uyining ro'parasidagi mana shu yo'ldan tushishda joylashgan. Bemalol kelishingiz mumkin.